Haqiqatni aytaman. Jang haqiqatini. Janglar tugamaydi. Ular cheksiz. Bittasi tugaganidan so'ng boshqasi keladi. Agar yangi dushmanni yuta olsang, undan kuchlirog'i paydo bo'ladi. Agar bu cheksiz zanjirga qarshi chiqishga qat'iy bo'lmasang, qachondir yutqizasan. Bu esa hali tamom emas. Qayerdadir boshqa odamlar orasida jang boshlanadi. Bu cheksiz zanjir va bu bittani o'limi bilan tugamaydi. Sikl davom etadi. Toki odam va uning ruhlari mavjud bo'lsa, har doim kelishmovchilik sodir bo'ladi va biz qo'limizga qilich olamiz. Jang hech qachon oxiriga yetmaydi. Sikl cheksiz. Bu rost gap emas. Shuning uchun ham soddasi. Kuchga ega odamlar oxir-oqibat jangga aralashib qolishadi. Tobelarga o'xshab. Sanga o'xshagan sodda odamlar birinchi o'rinda halok bo'lishadi.